Assalomu alaykum. Nima gaplar? Musofir savdo oxirgi brendini yuklamoqda, lekin buni xabar bermadim sizlarga qaysi brend olib chiqishim mana. Akalar muvaffaqiyatli bo'ldik, shartnomani tuzdik. Oxirgi brend sizlarga tushuntirib o'taman. Oxirgi brend kinolarda taqdim etiladigan bitta ayol bor. Kinolarda o'ynaydigan Tanginmi? Tangin. Mana shu ayolni ishtirokida ishlab chiqarilayotgan korxona bor ekan. Halol sertifikatlarga ega. Birinchisi kollagen. Eng zo'r kollagenlardan bitta Koreyada. Kollagen yoshartiruvchi, terilarni elastik holatga keltiradigan, inson yuzini tiniqlashtirish holatiga olib keladi ayol kishilarnikini. Hamda omega 3 qon tozalaydigan, qon tomiridagi qon aylanishlarni yaxshilaydigan, xotiralarni tiklaydigan, ko'zlarni nurafshon qiladigan omega 3. Ana, sizlarga kofe, ya'ni bu maxi kofedan farqi nima? Shakar qo'shilmagan holatda o'simlik ta'mi qo'shilgan, ya'ni shakarni ta'mini beradigan o'simlik narsa qo'shilgan holatda tayyorlangan kofe. Eng arzon narxda O'zbekistonga shartnoma qildik, inshaalloh kirgizamiz. O'zi ham tushuntirib o'tadi. Yaxshi ullanyapti. Asosiy bu kompaniya. 네, 안녕하세요. 어떻게 해요? 스타트. 폴사브도 계약해서 우즈벡으로 가요. 네, 한국에서도 인기 많아요. 네. 한국 여자들 이거 많이 먹어요. 한국 여자들 엄청 좋아하는 거 콜라겐. 이영애가 만든 거예요, 심지어. 당금. 그리고 오메가3 이것도 당금이 만든 거예요. 예, 한국에서 인기 엄청 많이 팔리고 있는 제품. 인기 좋아요. 그리고 이제 혈당 T에 설탕 많으신 분들 이거 먹으면은 괜찮아요. 예, 그래서 이거 무소풀사브도랑 계약해서 이제 우즈벡으로 수출 갑니다. 오메가 3 고기 없어요? 예, 고기 없어요. 전부 다 비건, 예, 고기 없어요. Ana, tabiiy mahsulotda omega 3 ni topdim akalar, sizlarga mana foydali eng zo'r narsa mas bo'ladi. Yosh kattalarga ham. Akalar musofir savdo yo'l harakatda. Inshaalloh yaxshi kuni ko'rishamiz.